Assalomu alaykum, Chorva hayvonlari kanali obunachilari, hurmatli YouTube kuzatuvchilari, hurmatli akalar, bugungi video roligimiz Andijon viloyati Marhamat tumanidan akalar, xudo xolasa akalar, dehqonchilik akamizdan bitta semental sigir so'ragan akalarimizdan kattasidan bitta kelib qo'ydi akalar. Xo'p, akalar molni ko'ryapsizlar, bo'y baslari, et qushlari joy-joyida. Semental ishi qog'ozlari akalar bitta uchrab qoldi. Semental chiqaring deydi, sementallarni ham bitta chiqaryapmiz akalar. Ayoqlari sog'lom aka, yurish-turishlari hamma yo'q. Sog'lom. Xo'p, nechta suti bor? 20 ta. Suti 20 taga berilaveradi. 20 litr sutga berilaveradi akalar mana. Ko'rib turibsizlar, molning odalarni ham bu tomondan ham olib o'tib ko'rsatib beramiz. Orqalarini yurgizmay turaman. Mana akalar, orqalari keng moldi. Xo'p. Ikkinchi qoringa yana buqaga qo'yilganmi, qo'yilmaganmi? Hali buqaga qo'yilgan yo'q akalar. Xudo xolasa olgan odam buqaga qo'yib olaveradi bemalol semental ish qog'ozlari. Aloqaga chiqaverasizlar. Sog'ani 3 ta-yu, lekin 20 ta. Ha, yelini akalar 3 ta ekan. To'lovsidan chiqmas ekan, bittasidan chiqmas ekan, 3 tasidan chiqar ekan. 3 ta yenidan sog'ib olasiz, 20 ta sut chiqadi 3 ta. 20 ta sut beradi. 20 litr sut beradi. Nechinchi bolasini tuqqan bu endi? Bitta tuqqan. Bitta tuqqan, xudo xolasa endi to'ldirsa ikkinchisi bo'ladi. Ikkinchisi bo'ladi. Xo'p, bitta tuqqan akalar. Sigir hali yosh, xudo xolasa kelajagi oldinda. Buni veslari ham ancha katta ekan, veslari qancha chiqadi endi? 700 kilo atrofida. 700 kilo atrofida. 700 kilo atrofida sigir ish qog'ozlari akalar. Aloqaga chiqib olaverasizlar mana xudo xolasa. Xo'p, akalar sutlarini yeb ichishda sog'lomliklariga hamma yo'g'iga kafolat beradi akalar. Molga gigant ish qog'ozlari aloqaga chiqib olaverasizlar. Faqat laykni bosib turib, obuna bo'lib qo'yish esdan chiqmasin. Narxini endi arzon qilib aytamiz albatta. Necha narx aytamiz bunga? Men endi 43 deyman endi. 43 demang. 42 million so'm kami bor deb chiqaramiz. Ma'lum? Bo'laveradi. 42 million so'm kami bor deb chiqaramiz. Dastavkasini vodiy bo'ylab qilib berasiz, xudo xolasa. Dastavkasi akalar vodiy bo'ylab qilib beriladi. Endi vohalaganlarga kelishilgan holatda semental ish qog'ozlariga bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Yetalab molxonaga bir olib kelaveramiz endi. Yurish-turishlarni ham ko'rib olsin. Telefon nomerini ayting. 88lik 88lik 434 434 8081. 8081 telefon nomeriga akalar aloqaga chiqaverasizlar. Oyoq qo'li sog'lom, hamma yo'g'i joyida. Yurish-turishlarni ko'ryapsizlar akalar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Keyingi video rolikda ko'rishguncha deb qolamiz akalar. Ariqdagi suvlarni ham icha oladi.